Minecraft lekin uchta bossga bitta professional o'yin chiqarishi. Men hozir bularni yengishga harakat qilib ko'raman va bularni aniq bilaman qiyin bo'ladi, lekin meni jonlarim va bo'yinlarim ular bilan o'sha teng. Shuning uchun uni yengishga harakat qilaman. Yana bilmadim, o'lib qolishim mumkin. Aytqay, bundan bitta o'lsam qaytib tirilmayman. Yo'q qilsam qaytib naqimman. Buni o'lmaslikka harakat qilaman, lekin juda ham qiyin bu. Va men bunda iloji boricha ko'p drakonda o'ldiraman. Negaki drakon menga juda ham ko'p xalaqit qiladi. Shuning uchun men tezroq bo'lishim kerak. O'sha vaqtdan ham o'sha boshladi jinniligini. Jon inada buni qilish kerak. Men buni tushunmayapman. On to custom fault. Çok basit şimdi. Jon to'lasin. Tezroq. Eng so'nggi bu viza. Va mana hozir drakonni ham yengaman. Ammo bu vizada o'zimga yodlashmayapti. Ha, hozir yengaman uni. Albatta yengaman. Vizada o'zi yengib qo'yishi kerak. Obunachilar, endi hozir yengaman. Undan keyin vizaga navbat keladi. Endi vizada o'zi yengib qo'ydi. Endi drakonni. Menganim ham yo'q. Yaxshi, endi hozir keyingi navbat bu viza janoblarga bo'ladi. Yo'qolsin ham. O'sha viza jonimga tegishni boshlayapti. Hozir unga ko'rsataman. Vizalar xonlarga. Men qayerga viza hozir seni tutaman. Ay, to'xta.
Vücudda men bilan o'ynashyapti shekilli. Bunaqaki, men seni o'ldiraman baribir. Bu video mana hozir endi buni yengaman. Menimcha balki bu yaxshiga o'xshamayapti. Balki uni pastda yengganim yaxshi. Pastda yengaman yaxshisi. Bu mayli bitta zarba berolay. Zarba beraman. Mayli pastga tushganim yaxshi. Va obunachilar qaranglar, mana hozir yengib qolay dedim. Mana o'sha yengyapman. Bo'ldi, buni men o'ldiraman, endi men o'ldirdim. Endi men o'ldirdim. Mayli, men muhimi bularni men o'zim yengganim bo'ldi. Hali bos endi men xalaqit qildi. Obunachilar, bu juda ham qiyin edi, ammo men buni epladim. Mana obunachilar, hozir men sizlarga uni isbotlab ko'rsataman. Mana Neozavstar va Vadiantni ko'paytirgan. Bu lekin qani endi? Endi Dragon tuxumi. Mayli endi yaqin yo'qolib ketgandi. Xullas, mana ko'rdinglar obunachilar. Hozir mana shu videoga hatto 5 ta like yig'ilsa keyingi videolar chiqadi. Va kanalga obuna bo'lishni